Qaytmagin endi ketib bo'lgansan yuragim uchun endi o'lgansan Dadajonisi balkim o'zimizni yurtimizda qolib tirikchilik qilsangiz bo'lardi. Bu yerda ham kam bo'layotganimiz yo'q. Endi onasi beri topganim ro'zg'orimizdan ortmayapti-ku. Qizlarimiz birovdan kam bo'lmay o'qishlarini bitirib olish kerak. Mayli, 1-2 yil ishlab kelaman. Eringga jinam urmaydi. Kimlarni qorni och, kimlardir uysiz, kimlar uzoq ketdi, sababi pulsiz. Dardini aytolmagan musofir tilsiz, musofir og'amni Alloh asrasin. Pulni deb yugurib, tunlar uxlamay, niyatlar qilarlar har kun to'xtamay. Sabr qilyaptilar, ishdan charchamay. Musofir otamni Alloh asrasin. Boshi omon bo'lsin musofirlarni, joni omon bo'lsin musofirlarni. Bolam deb chaqam deb ter to'kib yurgan Allohim asrasin musofirlarni. Boshi omon bo'lsin musofirlarni, joni omon bo'lsin musofirlarni. Bolam deb chaqam deb ter to'kib yurgan musofirlarni, musofirlarni. Sog'inch ezar dilni qiladi pora, yonida bo'lishga topilsa chora. Onalarga oson deb siz o'ylamang, o'g'limni ko'rsaydim deydilar zora. Sovuq yurtning sovuq shamoli esar, yo'qchilik yigitni bunchalar ezar. 15 qorong'u, 15 yorug', baxtli kunlar kelar yuragim sezar. Boshi omon bo'lsin musofirlarni, joni omon bo'lsin musofirlarni. Bolam deb chaqam deb ter to'kib yurgan Allohim asrasin musofirlarni. Boshi omon bo'lsin musofirlarni, joni omon bo'lsin musofirlarni. Bolam deb chaqam deb ter to'kib yurgan musofirlarni, musofirlarni. Boshi omon bo'lsin musofirlarni, joni omon bo'lsin musofirlarni. Bolam deb chaqam deb ter to'kib yurgan Allohim asrasin musofirlarni. Boshi omon bo'lsin musofirlarni, joni omon bo'lsin musofirlarni. Bolam deb chaqam deb ter to'kib yurgan musofirlarni, musofirlarni. Bu yerlarda nima qilyapsiz? Tirikchilik ukajon, to'y qilaman deb juda katta qarzga kirib ketdim. Urf-odatlar ko'p. Bilasiz-ku. Yigitlar, sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Aka endi yoshlik qilib katta qarzga kirib qoldim. Qimor o'ynab qarzga kirib qoldik. Qimor yaxshimas. Pulga tushdik-da aka, pulga. Ha, o'zingiz nima qilib yuribsiz bu yerda? Endi aka qizlarimni o'qityapman. Ularni kelajak uchun shu yerlarda yuribman-da. Qizlarni o'qitib nima qilasiz? Yaxshi joy chiqsa yerga berib yuborish kerak. O'qib dunyoni olib berarmidi? Alo. Assalomu alaykum dada. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Dada, O'zbekistonga qachon qaytasiz? Tinchlikmi?
Tinchlik. Dada, biz yosh kitobxonlar tanlovida mashina yutib oldik va grant asosida bepul imtiyozli ta'lim o'qishiga ega bo'ldik. Yo'q-e. Bizni o'qitaman deb chetda ishlab yurishingiz shart emas, dada. Endi tezroq keling, yonimizda bo'lsangiz bo'ldi, dadajon. Tezroq qayting. Qizim, xudo xolisa tez kunlarda yetib boraman. Tabriklaymiz. Meni qizim grant yutdi. Tushunyapsizlarmi? Sizlar bo'lsa erga bervor.